Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik varaqasini my.gov.uz orqali tez va oson olish tartibi bilan tanishing. Buning uchun bosh sahifadan Sog'liqni saqlash bo'limiga o'tib, tegishli xizmatni tanlang. Xizmat tavsifi bilan tanishgach, foydalanishni boshlang. Ma'lumotnoma kim uchun, ya'ni o'zingiz yoki farzandingizga olinayotganini ko'rsatib, matematik amal javobini yozing va tekshirish tugmasini bosing. Sizga shu onning o'zida quyidagi ko'rinishdagi ma'lumotnoma taqdim etiladi. Uni istalgan vaqtda yuklab olib, so'ralgan joyga berishingiz mumkin. Eslatma: ushbu ma'lumotnomani elektron tarzda olish uchun fuqaro avval tibbiyot muassasasiga murojaat qilib, shifokor ko'rigidan o'tgan va unga rasmiy ravishda varaqa ochilgan bo'lishi kerak. my.gov.uz bilan barchasi oson, tez va qulay.